Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi misolimiz bor. Bu dekabrda tushgan sertifikat savoliga o'xshashroq tipdagi misol. Qanaqa qilib yechamiz bunaqa misolni? Ko'rsak, biz bilamizki, 11 ni kvadrati 121. 111 ni kvadrati 12321. Shundan bilamizki, qarasak, mahraj ko'ryapmiz, 2 ta 2 qatnashsa, o'rtadagi eng maksimal son 2 bo'lib qolyapti. Raqam 2 bo'lib qolyapti. 3 ta 1 qatnashsa, maksimal o'rtadagi raqam 3 bo'lib qolyapti. Shuning uchun bundan bilib turibmizki, agar 8 bo'lgan bo'lsa, значит 1 1 1 1 8 ta 1 ni kvadrati bu 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1 bo'ladi. Demak, biz mahrajni nimaga teng ekanligini topib oldik. Endi mahrajni topganimizdan keyin buni просто 8 ta 1 ni x deb olaman. Agar 8 ta 1 ni x deb olsam, nima bo'ladi bizda? Bu mahrajimiz bizda x kvadrat bo'ladi. X kvadrat bo'lsa, tepaga agar yozib olsak, x ni qo'shib x ni ayirsak nima bo'ladi? X ni qo'shib x ni ayirsak, bizda 8 ta 1 hosil bo'ladi i 8 ta 1 hosil bo'ladi. Bu 8 ta 1imiz x deb olamiz sразу. И 10 ni 8-inchisi 8 ta 0 hosil bo'ladi и minus x hosil bo'ladi. Nima uchun minus x? Chunki biz x ni qo'shdik, x ni qo'shganimizdan keyin minusovat qilishimiz ham kerak. Agar minus qilsak, bunda qaraymiz. Umumiy ko'paytiruvchi bor. Umumiy ko'paytiruvchini chiqarib olsak, qovusdan tashqariga nima qoladi bizda? 10 ni 8i minus 1 bo'lingan x kvadrat bo'ladi. 10 ni 8i bu 1 ni orqasida 8 ta 0 degani. 1 ni ayirsak, bu bizga beradi 8 ta 9. 8 ta 9 9 9 9 2 4 8 ta 9 bo'lingan x kvadrat bo'ladi. 8 ta 9 ni biz yozib olamiz. 9 ko'paytirilgan x deb yozib olsak bo'ladi. X kvadrat. X kvadrat x ni qisqartiraversak bizda javob 3 chiqar ekan.